Assalomu alaykum do'stlar, meni ismim Nusratullo. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun Avstraliyada qancha pul topsa bo'ladi va qanday ish topsa bo'ladi? Shu mavzuda bugun gaplashib o'tamiz. Birinchi maslahatim studentlar uchun. Agar Avstraliyaga student bo'lib kelgan bo'lsangiz, 3000-4000 dollarlik mashina oling deb o'ylayman. Chunki bu mashina bilan ovqat dostavka qilsangiz bo'ladi. Facebook Marketplace'dan mashina topganingizdan keyin, dokumentlarni qo'l qo'yganingizdan keyin Department of Transportga borishingiz kerak. Bu Department Transportda sizning nomingizga qog'oz chiqarib beradi. Shuni siz dastavka qilish uchun topshirishingiz kerak. Agar ovqat tashimoqchi bo'lsangiz, shu programmalarni download qilib oling. Birinchisi Uber Eats, DoorDash, keyin Menulog. Shu programmalar mijozlar ko'pgina ishlatadi va siz ko'pginaroq pul topishingiz mumkin. Birinchisi men tavsiya qilganim DoorDash va Uber Eats. Chunki bunda ko'pgina odamlar ishlatadi. Menulogdan ko'ra qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi dastavka ovqat tashish uchun? Birinchi bor prava kerak. Boshqa davlatdan olib kelsangiz, misol Koreyadan prava olib keling yoki Yaponiyadan yoki O'zbekistondan ham o'tishi mumkin. Ikkinchisi National Police Clearance Check. Bunisi endi polisga borib yoki online police clearance olishingiz kerak. Siz gunoh qilmaganmisiz Avstraliyada yoki boshqa davlatlarga va pasportingiz va ABN, Australian Business Number deyiladi. Buni olish juda oson. Hammani ham topishi o'ziga bog'liq. Agar ko'proq vaqt ketsangiz, ish ovqat tashib, siz ko'proq topishingiz mumkin. Ko'pincha studentlar bilan gaplashganimdan keyin 700 dollardan 1500 dollarcha topyapman dedi haftasiga. Uber Eats, DoorDash, Menulog shular sizga qanday pul beradi? Birinchisi qaraydi, agar uzoqligidan mijozlar va restoran. Agar restoran bilan mijozlar uzoqroq bo'lsa, sizga ko'proq beradi. Misol 25 dollar, 30 dollar ham berishi mumkin. Agar yaqinroq bo'lsa, 10 dollar, 5 dollar berishi mumkin ekan. Shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar, chunki meni o'zbekcha uncha yaxshi emas va harakat qilyapman sizlar uchun. Avstraliyaga kelsanglar, bemalol menga yozaveringlar va savollaringiz bo'lsa ham yozinglar. Inshaalloh harakat qilaman.